Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Bugun sizlarni yana Enel kompaniyasi mahsulotlari bilan tanishtirmoqchiman. Oldingi safar aytganimdek, bu galgi tavsiyalarim ko'proq sochlar haqida bo'ladi. Enel kompaniyasining kapsulalari sochlarimiz uchun. Kapsulalarni olib sochlarimizni ildizga surganimizda sochlarimiz baquvvat, chiroyli va qalin qilib beradi. Ya'ni to'kilishini oldini oladi. Bu sochlarimiz uchun balzam, sochlarim quruq bo'lganligi uchun balzamlarni juda ham yaxshi ko'raman va ko'proq foydalanishga harakat qilaman. Bu ham sochlarimiz uchun maska. Bu sochlarimizni sholkoviy va yaltiroq qilib beradi. Ayniqsa, sahnaga chiqqan paytlarimizda juda ham yaltirab, chiroyli turadi sochlarimiz. Gidrotonik yuzlarimiz uchun bilasizlar, hozir bizda ob-havo, vitamin, yod yetishmasligini hisobidan ham va bizani ob-havomiz juda ham quruqligini hisobidan ham yuzlarimizda tez muammolar paydo bo'ladi. Shu uchun mana shu mahsulotlardan foydalansak yaxshi bo'ladi yuzlarimizga. Gel для умывания bular va o'qib chiqqanimda bu sivritkamiz yuzlarimiz uchun tabiiy mahsulotlardan foydalanganligi va dengiz mahsulotlaridan ko'proq foydalanganligi menga juda ham yoqdi. Bu skrab yuzlarimiz uchun va metillarniy voda. Va yana bir tomoni, yuzga nimadir ishlatayotganingizda har xil kompaniyalardan emas, aynan bir xil kompaniyadan ishlatsangiz, menimcha natijasi kuchliroq va tezroq bo'ladi. Bu esa ko'zlarimiz uchun skrab. Ko'zlarimiz tegi uchun to'g'riroq.